Assalomu alaykum hurmatli meni kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga o'rikning abrikos navidan murabbo tayyorlashni ko'rsataman. Buning uchun bizlarga o'rik 1 kilogram o'rik va 800 gram shakar kerak bo'ladi. O'riklarni danagidan men ajrataman. Ana hurmatli meni qadrli kuzatuvchilarim, men o'rikni danaklaridan ajratib oldim. Endi hozir kechki soat 8:00. Bularni bunga shakar sepaman va bu bir kecha turadi. Mana bularga men shakar sepaman. Bir kecha qoldiraman. Mana aziz meni muxlislarim, meni aziz kuzatuvchilarim, o'rik suv berdi. Endi buni gazga qo'yib pishirishni boshladim. Mana o'rik juda ham chiroyli bo'lib, sochli bo'lib suv bergan. Endi bu normal olovda 10 daqiqa qaynay boshlaydi. Ana meni o'riklarim qaynashni boshladi. Hurmatli meni kuzatuvchilarim, ana o'riklarimiz chala pishgan holga keldi. Men bularni 10 minut davomida qaynatdim. Endi buni yana tagini o'chirib qo'yamiz. O'riklarni tindirishga qo'yamiz. Ana endi bankachalarga murabbomizni solamiz u bankachalarning og'zini bekitamiz. Ana hurmatli kuzatuvchilarim, meni 2 bankachada murabbolarim tayyor bo'ldi. Mana qish kunlarida mazza qilib iste'mol qilish mumkin.